Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Javlon Game kanalidasiz do'stlar. Bugungi video rolikimizda Go Escape o'yini davomini o'ynaymiz. Undan oldingi videoyimizda Go Escape qotib qolgandi va video zapis olmagandi. Faqat qap-qora ekran bo'lgandi. Bugun o'shani davom ettirib qo'yamiz do'stlar. Yaxshi joylashib olgan bo'lsanglar, men videoni boshlayman. Start. 6-siga kelgandik. Boshladik. Aynen mana shuni mana davom ettiryapmiz. Buni sal qiyinroq ekan, lekin bunisini ham bajardik. Keyingi o'yinimiz tak yebi bunisi qani bunisi ana aytamiz. Ana bunisini ham bajarib qo'ydik. Keyingisi bunisi ancha qiyin ekan. Bunisida ham yutqazdik. Bittasi o'xshamasa ikkinchisi o'xshaydi. Ay. Bunisi boshqa qiyin ekan. Qiynama meni. Basi jalla. Buni qanaqa qilib ko'ramiz? Bunisini yutish g'ashshaki. Hoppa. Finishga oz qoldi. Qanaqa o'lima hozir? Va mana buni ham bajardik nihoyat. Endi bunisi. Yo'q. Ammo bittasi o'xshamasa ikkinchisi o'xshaydi. Bittasi o'xshamasa ikkinchisi o'xshaydi. Bu o'yinimiz ham level o'xshaydi. o'xshagan. Asab buzish o'yinlardan ekan. Tonish o'yinlarimiz. Bu o'yin bizga tonish. Level. Afsuski o'yinni men video qilib chiqara olmayman. Chunki men uni oxirigacha yutib qo'yganman. Undan tashqari uni hamma sirlarigacha o'rganib ham chiqqanman. Shunday ekan level mana so'ramaydi. Balki chiqararman, lekin u qiziq bo'ladi deb o'ylamayman. Kommentda yozib ketinglar. O'yinni chiqarmayman. Hop. Mana senga g'alaba. Men nima yetib bo'ldim? Mana ham kirosida. Mana buniki. Bunisi qiyin ekan, lekin ancha-muncha. Hay. Mayli, 1-2 marta yutqazib urga naman demoqchi edim. Mayli. Bo'lib turadi. Bu bo'lib turadi deb butun video o'tib ketadi-ku bunda. Vaqtim afsuski cheklangan. Ko'p vaqt video qilish
nima qotib qoldi-ku. Qotib qoldi. Hozir uzr, odam chaqirib qoldi. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Mana buni ham o'tib oldik. Bu nimadir easy tuyulyapti bizga. Bu biz uchun easy. Biz uchun easy. Ya tepadagilarni unutibman. Vay. Vay, bu вообще bu.